Assalomu alaykum barchaga. Tuzumsizlar, mazani yaxshimi? Kirib kelayotgan hayit ayyomining bora bo'lsin. Yaqindagina kirib kelayotgan Ramazon bilan tabriklagan edik. Bugun mana hayit bilan tabriklab turamiz inshaalloh, Xudo xolasa. Bugun bizda Cobalt avtomobillar. Ammo ajoyib muammo bor. O'shada eshikka bor. Eshikka массовый расход yozilgan. Низкая частота, в цепи датчика массового расхода воздуха. Ya'ni DMRV ga yozilgan. DMRV o'zidagi bizda yana bitta zapas bor. Buni tekshirib ko'rish kerak. Oldin diagnoz qo'yishdan oldin bizda bu o'zini DMRVsida birinchi, ya'ni o'sha parametrlarimizga murojaat qilgan holatda o'sha ya'ni pastligini ko'rib olamiz. Ya'ni mana датчик массового расхода воздуха герцda, ya'ni chastotada ko'rsatishini belgilab olamizda. Mana датчик массового расхода воздуха 0 Gz, ya'ni hech qanaqangi nima yo'q, chastota yo'q. Xo'p, datchikni uzamiz buni bitta qo'l bilan. Datchikni uzamizda o'rniga boshqa datchik qo'yib ko'ramiz. Datchikka mana tekshirishda mana shu teshuvga budab qo'ysa ham bo'ladi. Budab ko'rilsa, ishlatgan bo'lsa, chastota ko'rilishi kerak bo'ladi. Bizdagi datchik ham-ku asli рабочий datchik hisoblanadi. Chastotamiz 0. Biz buni o't oldiramiz boshdan. O't oldirgandan keyin chastota ko'rish kerak. Mana shu avtomat. O't oldirdik. Boshdan yo'l turibdi, оборотni 8 dan balandroq. Hali ham bu boshqa datchik. Ошибкani birinchi stereo qilamiz. Keyin provodami yo'qmi bilish uchun bizdagi datchikda kontaktlarda, ichki kontaktlarida muammo borligini hisobiga o'ynab qoladi. Bu degani mana simlarimiz butun, pitaniyalarimiz joyida degani mana Gz, ya'ni chastotani ko'rishi boshlaydi. Cobaltdagi DMRV datchik chastotada ishlaydi. Chastotli datchik deyiladi. Mana Xudo xolasa datchigini almashtiramizda, mana shu top holatga keladi Xudo xolasa. Barchaga e'tibor uchun tashakkur etamiz. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bundan da qiziqarli videolar, manfaatli videolar, keyin ustalar uchun ma'lumotlar bizning kanalimizda Xudo xolasa davom etadi.